Salomat bo'ling. O'ta chiroyli qarshi olsin. Ramzini sevgili yor baxtini bolani Allohim qadamlarini qutlug' qilsin Allohim. Salomlar sizlar uchun. Xush kelgan navbatda kelasiz. Bir tarafdan sovg'a qilib, ikkinchi tarafdan sovg'a olib, videochini ortidan o'tishlarida iltimos qilaman. Ertaga yana navbatga 88 ta kallar qilsalar asar buzilmasin. Video chiroyli chiqsin. Mahallada duturga bo'lsin. Original to'ylardan bo'lsin. Ketdik. Salomlarimiz sizlar uchun. Qopqora kiyib kelganman. Singil canım kirimden huzur görsün diyişken
salom salom yar yar kelin salom yar yar qabul aylang hurmatoy xola sizga salom yar yar qabul aylang hurmatoy opa sizga salom yar yar aning ba'zilar Toshkentda malikalari bo'lgan Alloh sevgan yaratganlar yo'lida yurgan Fatima Bonu ayajonimizga salomlar bo'lsin joy namozi qo'lida doim Alloh yo'lida salom salom yar yar kelin salom yar yar qabul aylang Fatima una sizga salom yar yar Toshkentdan kelgan Fatima Zuhra igiz bo'lib dunyoga kelgan bizday igiz ko'rsin degan yaratgan Allohning ramzidir u maqtunaga qo'rqor igizni bersin degan salom salom yar yar kelin salom yar yar qabul aylang Alloh sevgan Fatima onajon Zuhraxon ona sizlarga salom yar yar joy namozi qo'lida doim Alloh yo'lida salom salom yar yar kelin salom yar yar qabul aylang Alloh sevgan egiz bo'lib dunyoga kelgan Zuhraxon ona sizga salom yar yar Shohista Bonu kelsinlar marhamat Shohistaxon 10 ta qizdan o'zishgan atirgulday ochilishgan yoshlar baxtli bo'lsin deb Rabbimizdan so'rashgan salom salom yar yar kelin salom yar yar qabul aylang Shohista Bonu sizga salom yar yar qabul aylang Alloh sevgan opajon sizga salom yar yar Umida Bonuga salomlar bo'lsin Toshkentdan toshib kelgan dollarlar olib kelgan yoshlar baxtli bo'lsin deb Xudoyimga nolani qilgan salom salom yar yar kelin salom yar yar qabul aylang Umida Bonu sizga salom yar yar Xolidaxon oyamiz kelsinlar Xolidayam barmoqlari tasdiqqa to'lishgan yaratgan yo'lida yurishgan Allohdan yoshlarga baxtu omadni kecha kunduz so'rashgan salom salom yar yar kelin salom yar yar qabul aylang Xolida Bonu sizga salom yar yar Dildoraxon opamiz kelsinlar marhamat Dildora Bonu yuzlari nuriga to'lishgan yaratgan yo'lida yurishgan har bandani Xudoyim Makka-ni Madinaga borishni nasib qilsin degan biz kelganda Maqtunaxon norin taxlab qo'ysin degan salom salom yar yar kelin salom yar yar qabul aylang Dilfuza Bonu sizga salom yar yar Lavbarxon kelsinlar Charosdan keyin to'xtatamiz tosh oynaga qarashgan sochlarini tarashgan oq pablini yarashgan salom olinglar salom salom yar yar kelin salom yar yar qabul aylang Lavbarxon sizga salom yar yar Charos kelin avsin keldi deb shoshgan shirin sho'rvani osgan adras libosi yarashgan kam ko'stiga qarashgan salom salom yar yar kelin salom yar yar qabul aylang Charosxon sizga salom yar yar O'g'loy opajonimizga qarshi ola bo'lsin to'yxonaga kelishgan 175 mingga sarli fatlni olgan tongga to'lib shukrona keltirsin degan qaynonasi turguncha supaga suvni ursin degan qaynotasiga 3 kilo qatl qilib qo'ysin degan muqaddasxon turguncha bir tandir nonni yeb qo'ysin degan salom salom yar yar kelin salom yar yar qabul aylang O'g'loy opa sizga salom yar yar qabul aylang mehmonjonlar sizga salom yar yar
Agarlar ikkinchini bo'lsa. Kelinga ruxsat beramiz. O'zimga o'ring, uyim bo'lsa uyimda. Lali pirali vali ketdik. Chiroyli kelib sizlar uchun yana bir bor Allohning nazari tushgan jannat makon xonadonga xush kelibsizlar. Navbatni xonandalarimizga beramiz. Sendan Xorazmgacha 1100 kilometr, kabutarim maktubimni darrov borib yora yetir. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr.